Navbatdagi telefonimiz Honor X8C. Zavodskiy ekran oynalari sinib ketgan. Xudo xohlasa uni ham apparatda kesib, chiroyli qilib, oynalarini taqib, zavod holatiga qaytarib beramiz nasib etsa. Agar sen bir kasbni qilar ekansan, u kasb seni tushingga kirmayotgan ekan, sen boshqa ish qilgan. Ya'ni qilayotgan ishing tushlaringga kirmayotgan bo'lsa, u sening ishing emas. Boshqa ish top. Baribir bu ishda natijaga erishmaysan degan ekan. Men ham aytmoqchimanki, hozir o'sha yoshlarimizga, ukalarimizga, do'stlarimizga o'sha hayotini, yo'lini topa olmayotgan, ishini tanlagan ishingiz tushingizga kirmayotgan bo'lsa, u sizning ishingiz emas-da, u sizning dardingiz emas chunki. U sizni tashvishga ham solmaydi u ish. U ishni mukammal qilish istagi ham yo'qdi sizda. Agar u istak bo'lganda edi, u sizni tushlaringizgacha kirib chiqardi.